Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, bizni kuzatib turgan akalar, xudo xohlasa mana zakat eshiklarimizga mana joy-joyiga o'rnatib bo'ldik. 2025-yil 5-may hafta kuniga dushanba. Xudo xohlasa mana bu eshik romlarimizni Farg'ona viloyati Oltiariq tumaniga o'rnatdik. Qapchig'ay qishloq ekan. Mana holatlarini bemalol ko'rishinglar mumkin. Kanalimizda yangi mehmon bo'lib kuzatib turgan akalar bo'lsa, obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ysalaring, xudo xohlasa keyingi ishlarimizni ham kuzatib borishga muvaffaq bo'lasizlar. Videolarimiz keyinroq tarqalishi uchun like'larni ham ayamanglar degan umiddamiz. Musofirda yurgan akalarimizga hammalarga ishlariga omad, sog' salomat bo'linglar. Mana holatlarni bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana ochilib yopilishlari, samoylari, xudo xohlasa original zamok, eshiklarimizni tepa pastiga, o'rtasiga rezinkalar qo'yilgan. Mana bu eshikda ham shunaqa. Mana romlarimiz mana o'rtalaridan ochiladi mana. Mana ochilib yopilishlarini mana ko'rishingiz mumkin. Kimda kim shunaqa sifatli eshik degan akalarga kerak bo'lsa, Telegram, WhatsApp orqali podlitsiya qilib qo'ysalaring, xudo xohlasa qo'ldan kelgancha sifatli qilib berishga harakat qilamiz. Bu eshikni ham ochib yopaylik. Materialimiz neobreznoy yog'ochdan tayyor bo'lgan. Eshiklarimiz qalini 4,5 sm. Qalin malar tozalariga xudo xohlasa yaxshi mana. Bu yerlarga rezinkalar qo'yilgan. Mana tepasida ham rezinka bor, xudo xohlasa mana pastlarida ham rezinka bor. Bu changlarimizga e'tibor bermaysizlar. Holatlari mana juda a'lo darajada. Ochib yopilishlari, oynalari yodiviy germetik bo'lgan. Xo'p. Kanalimizda yana mehmon bo'lib kuzatib turgan akalar bo'lsa, obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ysalaring, xudo xohlasa keyingi ishlarimizni ham kuzatib borishga muvaffaq bo'lasizlar. Kanalimiz keyinroq tarqalishi uchun like'lardan ayamanglar degan umiddamiz. Tog'a, ishlarimiz yoqdimi? Kelib ko'ringchi. Ko'rib, ochilib yopishlarini ko'rib oling. Bu akalarimiz ham bizni YouTube orqali ko'rib, ishlarimizni yoqtirib zakaz qiluvdi. Mana joy-joyiga ko'ngilday qilib o'rnatib berdik. Ko'ring, ochilib yopishlarini tog'a bemalol ko'rib. Bismillahirrohmanirrohim. Juda zo'r bu yangi fasollardan ekan. Xudo xolasa qo'llaring dard ko'rmasin. Iloyim bola chaqalaringni orzu qilib. Bemalol tavsiya qilaverasizlar, behijolat. Xudo xolasa mana shuncha nima qilamiz? Mijozdan bor. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha sifatli, chiroyli qilib joy-joyiga qilib o'rnatib berishga harakat qilamiz. Kam bo'lmanglar. Xudo xolasa obunachilar vodiy bo'ylab dastavka, ustunovka xizmatlarimiz bor. Voha tomonlarga kelishilgan holatda dastavka qilib berishimiz mumkin. Uni ustunovkasi o'zingizlardan bo'lsa sal yengilroq bo'ladi. Oynalarimiz mana yodiviy oyna. Premika hisobiga yodiviy ana qildik ichkarini. Salqin bo'lish hisobiga mana yodiviy qilib berdik mana. Aynan cheklari kelmaydi. Shunaqa eshikrom degan akalarga Telegram, WhatsApp orqali podlitsiya qilib qo'ysalaring, xudo xolasa tavsiya zakaz qilganda ham, tavsiya qilgan odamni ham xudo xolasa uyaltirib qo'ymaymiz. Yana bir bor bizning manzil Andijon viloyati Buloqbosh tumani, Usta Iqboljon. Telefon nomerlarimiz 90lik 549 7401. Bemalol WhatsApp, Telegram orqali ham murojaat qilishingiz mumkin. Hammanglarga e'tiborlar uchun rahmat. Sog' salomat bo'lasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Rahmat.